Bütün kişiler arasında şunday türlü kişiler var elbette. Bizde izdiregatdagi maqal yo'q bittaga. Tilagan kishi yo'llar izlaydi, tilamagan sabab izlaydi. Chunki agarda kishi Allohga yaqinroq bo'lam desa, albatta yo'llar izlaydi. Agarda yiroq bo'lsa kelsa, dinimiz bo'yicha yashamasga tilasa, albatta u turli sabablar izlay boshlaydi. Bunda da shulay, agarda bir kishi musulmonlarda, imomlarda ya boshqalarda biroz ziyon ko'rsa, yo bir g'ayib ko'rsa, afv etasiz, ziyon ko'rsa endi shu vaqtda uni o'zini dinimizdan yiroq bo'lish uchun sabab etib ola boshlaydi. Allar bulay bit, Alloh tegilay bit, allar bulay ishladilar, tegilay ishladilar. Onlardan misol olgan shekilli bo'lar. Lekin bir so'rov bor. Qayda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi bizga musulmonlardan misol olamiz deydi. Yo'q qanday narsa. Chunki Alloh subhanahu va taolo boshqacha aytadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizning ishingda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamda yaxshi misol bo'lib turadi. Mana kimdan misol olarak aytdi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Liman kana yarjulloha val yawmil akhir. Shunlarga kim Allohga umidlana, ham qiyomat kuniga umidlana olmasin. Agarda biz Allohga umidlanamiz, agarda qiyomat kunini kutamiz, demak bizda bir misol. Bu Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Kishilarga qarab, hatto iymon keltirgan kishilar, musulmonlar bo'lsinmi, onlardan misol olishga kerakmi? Chunki har bir kishida o'z g'aybi bo'lishi mumkin. Ham Alloh subhanahu va taolo to'g'ridan-to'g'ri shu oyatda bizga Al-Ahzab surasi 21-oyatda shuni bizga xabar etib aytdi. Sizga bir misol bordi, u bizning Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Shu uni misol etib oldingiz. Onun bo'yicha yashaysiz. Turmushin o'rganigiz. Nechik yashadi, nechik etdi, uni o'rganib, onlardan misol oldingiz. Boshqa iymon keltirgan bandalardan tugul. Shokira agarda mana shu biz shu fikr bilan yesak, shu yuraklarimizda shu misol bo'lsa, biz boshqa kishilarga qaramaymiz. Burilib da qaramaymiz. Narsa kishi ishlasa-da, u Alloh subhanahu va taolo oldida o'zi javob berishadi. Lekin shunda da tag'in Alloh taolo aytadi, Az-Zumar surasida 30-oyatda aytadi: "Innaka mayyitun va innahum mayyitun." Sen o'latirgan, ham ular da o'lalar. Ya'ni Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam unda bo'lsa-da, baribir u bu dunyodan ketdi. O'z misolini qoldirdi, lekin o'zi yo'q. Bu dunyodan ketdi, tigi dunyoga. Bizda shunday bo'lishamiz. Shunga ko'ra Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lgandan so'ng qay bir sahobalarning hallari bit oshar bo'ldi. Shu vaqtda Abu Bakr radhiyallohu anhu chiqdi, kishilar yonida nasa deb aytdi? Haqiqatda kimda kim Payg'ambarimizga g'ibodat qildi, u vafot. Lekin kim Allohga g'ibodat qildi, Alloh subhanahu va taolo menga u bir qachonda o'lmas. Ya'ni Allohga bo'ysunib ishora kerak. Ham Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda aytadi, Ali Imron surasida 173-oyatda, Alloh aytadi: "Allazina qala lahumun nasu." Shularni kimga kishilar aytdi? "Innan nasa qad jama'a lakum fakhshawhum." Sizga qarshi ko'p kishi yig'ildi, ulardan qo'rqingiz deydi. Iymon keltirgan bandalarga qarata shu aytdilar ular. Lekin narsa Alloh subhanahu va taolo fazadahum imana, bu faqat ular iymonlarini orttirdigina. Faqalu, hammalar aytdilar. Nasa aytdilar? Hasbiyallohu va ni'mal vakil. Nindi bizga de Alloh subhanahu va taolo vakil bo'larak, vakil покровитель degan so'z. Vakil bo'larak yetarligini dedi. Ya'ni bizning foydana biz bo'lmak, narsa bizni ishlamak, bizning gul bor Alloh subhanahu va taolo. Ham Musa alayhisalom, hatto payg'ambar Musa alayhisalom Firavun yanına jinganda aytdi. Alloh taolo anturda aytadi Qur'oni Karimda: "Qala robbi inni akhafu wa yukadzibun." Ya Rabbim de qo'rqam de, meni yolg'on chiqarurlar de. "Va lahum alayya dhanbun fa akhafu yaqtulun." Ham menda de Allohga qarata bir gunoh bor de, u bir kishini o'tirgan, insonni bilasiz albatta. Ham Alloh meni o'tirlar deb qo'rqam. Shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo javob berdi. Qala kalla yuqti. Kalla degan so'z u kuchaytirib aytdilar Alloh taolo. Yuqti kalla. Fadhhaba bi ayatina, borg'iz bizning oyatlar bilan. Inna ma'akum mustami'un.
Haqiqatda biz de tilnab turamiz. Ya'ni biz sizning bilan de Alloh subhanahu taolo. Bu Ash-Shu'ara surasi 10-15 oyatga xatli. Ya'ni qoidada biz bo'lmaylik, nurdagi vaqtlarda bo'lmaylik, narsa nashlamik. Alloh subhanahu va taolo bizning bilan har bir kishi o'zi uchun javob beradi. Ham Alloh subhanahu taolo bizning bilan, ham ondan so'ng Alloh subhanahu taolo bizga payg'ambarimizni qoldirdi misol bo'laroq. Mana shuning bilan bizga yashashimiz kerak. Qolgan turunda o'ylamaska, rizq turunda o'ylamaska, chunki Alloh subhanahu taolo o'zi bizga rizq beruvchi. Chunki Alloh taolo har bir bizga da bunun turunda anlatmışa, bunun bilan yaşarga nasip etseydi, chunki bunun bilan yaşarga jengilroq. Alloh subhanahu taolo haqiqat bu. Har birimiz bilan ham o'g'il yordam etib turadi. Ham bizda bir misol Alloh taolo qoldirgan Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Shundan bilan yashasak jengilroq bo'ladi. Adashuvdan yiroqroq bo'lamiz. Ham Alloh taolo bizni inshaalloh saqlar. Ham bu haqiqatga loyiqli. Subhanakallohu va bihamdik, la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.